Assalomu alaykum obunachilar, kanalimiz a'zolari, akalar. Bugungi chiqadigan videoyimiz qiziqarli video bo'ladi. Tomoshabop video bo'ladi, akalar. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, akalar. Mana qo'ylarni boqish jarayoni, yem berish jarayoni qo'ylarga, akalar. Ko'ryapsizlar. Haqiqiy oson usulda qo'y baqish, akalar. Vaqti ham o'g'irlamaydi, rasxoti ham kam. Bag'da ham qo'chqorlar. 100 bosh qo'chqor bor ekan bu qo'ralarga. Ko'rib turibsizlar, hammasi Qirg'iziston qo'chqorlari. Zot yo'nalishiga vaqt yoqtirgan qo'chqorlar. Akalar, bu yemishi chuluq. Chuluq bilan makka. Kepak. Makka deyman, kepak. O, ag'da ham qo'raga to'lgan. Assalomu alaykum obunachilar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib, like bosib turasizlar, xudo xolasa. Bugun 25-mart 2026-yil. Tomoshabop video qilamiz, akalar. Xudo xolasa, boqilyap turgan qo'ylarda semkasi. Mana jonivorlarni ham yeyishini ko'ringlar. Bahor keldi, kunlar isib, qo'ylarni yungini olish kerak ekan. Mana shu qo'ylarni yungi bugun olinibdi. Mana hammasi ishtahasi ham ochildi ekan, ko'rib turibsizlar. Issiqda qo'yim nimaga hashak yemayapti, yemayapti deb o'ylanmay, junini og'izib tashanglar. Badaniga shamol tegib, ancha o'zgarishiga ham yaxshi effekt bor. Jonivorlarning hammasi yemini talashib yeyapti. Bir dona ham yemi qolmadi, akalar, mana shular. Like'ni bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, akalar. Foydali videolar chiqishda davom etadi, xudo xolasa. Inshaalloh. Qo'chqorlar yemi berilyapti. Buni ustiga bug'doy tushadimi, aka? Jonivar. 22. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing obunachilar. Alo. Süt yok mu vazı? Neden yok mu süt? Alo. Süt neden yok mu? Qo'chqor boqaman degan akalarimizga ozgina bo'lsa ham video ma'lumot. Mana shuni ustiga kepak so'yib berishiga. Abitdagi yemini yeyapti bular hozir. Qo'chqorlar. Obunachilar, bu chuluq ekan. Chulxa deygan, chuluq. Ustiga kepak so'yib berishiga. Bag'da ham qo'chqorlar bor. Havas qilganlar bittadan like bosib, kommentariyada iliq fikrlarni qoldirib turaverasiz, akalar. Jonivorlar yemishini qaranglar, akalar.
havas qilganlar like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kanalimiz yangi akalar. Rivojlanish uchun like bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, xolasa shunaqa chiroyli, foydali videolar chiqarishda davom etaveramiz akalar. Mana. Jonivorlar. 10 minut vaqt ketgan endi. 100 ta qo'yga qarashga 10 minutda mana yemi ham berib bo'lindi. Tayyor holatdagi yemni tashab qo'yish ishmas akalar.